Aziz do'stlar, Amerikadagi vatandoshlar nomidan, Amerikadagi Buxoro yahudiylari nomidan sizlarga bahor bayrami, Navruz bayrami bilan tabriklashga ruxsat etgaysizlar. Biz Buxoro yahudilari necha asrlar O'zbekistonda yashab, unib, o'sib, o'zbek xalqining ko'p madaniyati, urf-odati, bolalarning hurmati ota-onaga, ota-onaning hurmati bolalarga, hamma xususiyatlarni o'rganganmiz biz sizlardan. Buning uchun katta rahmat. Mani yonimda 1984-yil O'zbekiston konservatoriyasini tamomlagan shogirdim, hamshahrim Shahrisabzdan Ishoq Qayimov. Bu odam kompozitor, bu odam olim, bu odam dirijor. Biz birgalikda qarib 20 yil Amerika Qo'shma Shtatlarida shu yerda tug'ilgan bolalarni o'rgatib bugungacha kelyapmiz. Bular naki Buxoro yahudilari so'zlari bilan qo'shiq aytishadi. Bular Amerikaga qo'shiq aytadi, Isroilni qo'shiqlarini aytadi va ham boshqa millatlarning so'zlari bilan qo'shiq aytadi. Mana bugun bahor valsi o'zbek tili bilan aytadigan qo'shiqni sizlarni e'tiborlaringizga havola qilaman. Marhamat.